Siz o'ylaysiz 8 ming so'mga sifatli kalaska yo'q deb o'ylaysiz, lekin katta xato qilasiz. Men sizlarga 8 ming so'mga juda ham sifat zo'r bo'lgan kalaskani tavsiya qilaman. Ko'rsanglar bo'ladi, все sezonniy chamadan bo'lib yig'iladigan kalaskamiz. Ushbu komplektimizni o'zidan chiqadigan mahsulotlari zimniy chexollari chiqadi. Zimniy chexollarini oldi tomonlari zamokli bo'ladi. Zamogini ochib yopib bemalol ishlataverasizlar. Pistollarni yechib tashlaysizlar, yanada kengroq bo'ladi. Xo'p, yana ikki tomoni yo'llari zamokli qilib ishlangan. Zamogini misol uchun farzandingiz uxlab qolgan paytda ochib oxirigacha tushirib qo'ysanglar, shamol tegmaydi farzandingizga. Kalaskamizni komplektidan ajoyib sumkalari ham chiqadi. Sumkasiga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli va keng bo'ladi. Sifati ham juda zo'r sumkamizni. Kalaskamizni keyingi qismiga keladigan bo'lsak, mexanizmli bo'ladi. Xohlasanglar o'tiradigan, xohlasanglar yotadigan holatda bemalol foydalanaverasizlar. 3 ta положениеda funksiyasi ishlaydi. Xo'p, orqa tomoniga keladigan bo'lsak, ko'pchilik kalaskamizni qishki deb o'ylab qo'yapti. Yo'q, yozga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar mumkin. Orqa tomonlari ponni setishnik ishlangan, farzandingizga havo aylanib turishi uchun maxsus qilingan. Kalaskamizni shuncha funksiyasini maqtadik, lekin olib ishlatsanglar, aynan shu funksiyasiga o'zingizlar ham maza qilib yorasizlar. Yig'ilishini ko'rgan bo'lsanglar, bittada yig'iladi. Mashinaga ham solib, sira olib ketsanglar bo'ladi.